Havoning harorati pastlaganligi sababli bugundan boshlab Bishkek-O'sh yo'lida kichik avtobuslar bilan yo'lovchi tashishga ruxsat berilmaydi. Yo'l nazorati xavfsizligi xizmati yozgi mavsumgacha kichik avtobus haydovchilariga yo'lovchilar tashish taqiqlangani haqida ogohlantirdi. Mazkur xizmatning matbuot kotibi Tilek O'torovning Azaddiqqa bildirishicha, unga bo'ysunmaganlarga ma'muriy jazo qo'llanadi va ular Sosnovka tekshiruv punktidan o'tkazilmaydi. Yengil avtomashinada odam tashigan taksi egalari qishki g'ildiraklardan foydalanishi aytildi. Bishkek-O'sh yo'li 600 chaqirimdan ko'p yo'lning asosiy bo'lagi tog' va dovonlardan iborat. Bugun Jo'g'org'i Kengashning 5-chaqirilishi o'z ishini rasmiy turda to'xtatadi va shu munosabat bilan parlamentda yopilish marosimi bo'ladi. Bu haqda qonun chiqarish organining matbuot xizmati xabarladi. So'nggi yakunlovchi yig'inga Premyer-ministr Temir Sariyev ishtirok etib nutq so'zladi. Muddati tugagan Jo'g'org'i Kengash tarkibi 2010-yili saylangan. 5 yil ichida parlament 374 ta yig'in o'tkazib, 1140 ta qonun qabul qilgan. 5 yil davomida Jo'g'org'i Kengashda 15 ga yaqin deputatga jinoiy ish qo'zg'algan. Ularning ayrimlari sudlanib, ayrimlari esa davlatda. Mazkur tarkibdagi deputatlarning ko'pi 6-chaqirilishga qayta deputat bo'lib keladi. Tahlilchilar 5-chaqirishdagi Jo'g'org'i Kengash jinoiy ish qo'zg'algan deputatlarning soni tomonidan tortishuvlar va xalq vakillari orasidagi tushunmovchiliklari bilan yodda qolishini ta'kidlashdi. Qirg'izistonda go'daklarni davolash bepul ekanligidan xabaringiz bor, biroq ota-onalar farzandlari og'rib qolsa shifokorlarga pul berishgan vaqtlar ko'p bo'lmoqda. Kafolat dasturi asosida 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni davlat bepul davolashi kerak. Uni nazorat qilish esa tibbiy ta'minlash fondiga topshirilgan. Qonun to'liq bajarilyaptimi? Mazkur masala haqida navbatdagi lavhada. 1,5 yoshdagi Maqsuda tug'ma yurak kamchiligi bilan dunyoga kelgan. Uning kasalligi haqida ota-onasi 3 oy avval, aniqroq aytganda uning ahvoli og'irlasha boshlaganda bilishgan. Hozir uning ahvoli og'irlashib, nafas olishi kundan kunga qiyinlashib bormoqda. Qizchaning tanasi shishib ketgan. Ota-onasi har 4 kunda 4000 so'mlik dorini sotib olishmoqda. Hozir ahvoli kundan kunga og'irlashyapti. Uje shanba kuni tushdik biz. Bugun 3-kunmi, 4-kun bo'lgan bo'lsa, oyog'i uje, qo'li ham ishdi, ko'ziga ham ishdi. Nafas olish qiyinlashyapti, yo'talyapti-ku. Maqsudaning yuragiga tez kun ichida operatsiya amalga oshirilishi kerak. Poytaxtda amalga oshiriluvchi jarrohlik uchun 300 ming so'm atrofidagi mablag' kerak. Mazkur mablag'ni topish uchun Maqsudaning ota-onasining iloji bo'lmaganligi sabab operatsiya vaqti 20 kunga yaqin vaqtga kechikkan. Vrachlar qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi dedi. Lekin imkonimiz bo'lmay qoldi. O'tib ketdi. Oradan bir 10 kun, 20 kun vaqt o'tib ketib qoldi bizda. Bizda aqcha yo'q. Topganimni faqat bayansaga hashladim. Elga bizga yordam bersin. Shu qizimizni davosini nima qilish uchun bizga jicha yordamini ayashmasa, shu ozgina mablag' yordam berishib qo'ysa bizga. Qonun bo'yicha davlat kafolat dasturining asosida 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bepul davolanishi kerak. Dori-darmonlardan tashqari operatsiya xizmati ham bepul bo'ladi. Lekin u kasallik turiga yarasha bo'ladi. Aniqroq aytganda, jarrohlikning yengil turida mablag'ning 90% ni davlat beradi. Murakkab operatsiyada esa bemorning yaqinlari mablag'ni to'liq berish kerak. Мамлекеттик кепилдик программасы боюнча 5 жашка чейинки балдар толук стационардык жана амбулатордук деңгээлде медициналык жардам алууда акысыз жүргүзүлөт. Ошону менен бирге баягы операциялар, наркоздор, андан сырткары баягы амбулатордук деңгээлде карточка ачышат, медкарта деп коебуз, ошолор баардыгы акысыз. Амбулатордук деңгээлде базалык лабораториялык изилөө, андан кийин амбулатордук деңгээлде балдарга караган жеңилдиктер, бул баягы дарыгердин кароосу, дарыгердин көзөмөлгө алуусу, дарылоо дайындоосу, ушуларды акысыз жүргүзүлөт. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda bepul davolangan bolalar deyarli yo'q hisobida. Qonun to'liq amalga oshmasligiga so'nggi rusumdagi uskunalarning va dori-darmonlarning yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Yengil operatsiyalarga pul olinishiga esa shifokorlarning xizmat vazifasini suiiste'mol qilishi sabab bo'lmoqda. Endi keyingi mezgillarda ушул аткарылбай калышы мүмкүн. Себеби дегенде бизге берилген дары-дармек ошолорго ылайыктуу өлчөмдө, жетиштүү өлчөмдө берилбей калса, может быть, кээ бир жерлерде ата-энесинин эсебинен алынып калышы бул. Азыр эми өзүбүздөн дарылар чыкпайт экен,
Бүт kelgen darılar chet mamlaketlerden kelip atar. Alardın baası ötö çoğ summada turat eken. Jeenbayev qo'shimcha qilganday 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning bepul davolanishi uchun davlat ko'proq mablag' ajratish kerak, lekin Qirg'iziston hozircha tayyor emas. Lekin shunday bo'lsa ham Maqsudaga o'xshagan bolalarning umriga xavf yaralmoqda. Maqsudaning ota-onasi davolanish vaqti kechikayotganligiga befarq bo'lmagan insonlardan yordam so'ramoqda. Yordam qo'lini berishni xohlaganlar 0554 kodi bilan 04 05 95 0559 kodi bilan 74 40 98 telefon raqamlari orqali bog'lansa bo'ladi. Madina Ulug'bek qizi Beguma Jumabay qizi Aybek Bedelbekov, Fantamaq. Markaziy saylov komissiyasining a'zosi Rashid Bekbasarovning azattiqa bildirishicha, Bishkekda 1, Chuyning Moskva rayonida 2, O'shning Qorasuv rayonida 5 saylov uchastkasidagi ovozlar yo'qqa chiqarildi. Mazkur uchastkalardagi byulletenlar to'p-to'p solingani aniqlangan. Bekbasarovning so'zlariga ko'ra, tushgacha barcha protokollar qayta tekshirilib, bugun erta rasmiy natija chiqariladi. Qirg'iziston 4-oktyabrda Jo'g'org'i Kengash deputatlarini sayladi. Saylovda 14 partiya ishtirok etib, 6tasi g'olib bo'lgan. Rossiyaning migratsiya qonunlarini buzib, biroq mazkur davlatdan chiqib qayta kirish bo'yicha berilgan huquqdan bugungi kungacha 28360 qirg'izistonlik foydalandi. Bu haqda Azattiqa Moskvadagi elchixonaning matbuot kotibi Ayimqan Kulukeyeva bildirdi. Mazkur huquq 1-oktyabrdan boshlab 41639 fuqaroga berilgan edi. Bu Rossiyaga kirishga 3 yilga taqiqlanganlarning 1,5 yili o'tganlarga. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 600 mingdan ortiq qirg'izistonlik muhojir bo'lib yuribdi. Amerikalik Jack Stephen 92 yoshida ilk bor parashyutdan sakradi. Bu ishi bilan u yoshi ulug' rekordchilarning qatorini to'liqladi. Ikkinchi jahon urushining faxriysi yoshlikdagi orzulari kech bo'lsa ham amalga oshganidan mamnun. Shu bilan birga Jack Stephen inson yoshi bu shunchaki sonlar ekanini isbotladi. 92 yoshdagi qariya haqida navbatdagi lavhada. 92 yoshlik amerikalik Jack Stephen ikkinchi jahon urushi faxriysi. Uning do'stlari Jackni bu ishni amalga oshira olishini kutishmagan edi. Biz seni ildıyda kütüp turabız degemin. Emne keregi var dep köp aytıştı. Bирок бул өтө кызык нерсе. Men birinchi жол жасадым. Ha, Jack birinchi marta parashyutdan sakradi. Shu ishi bilan u yoshi ulug' rekordchilar qatoriga qo'shildi. Barынан коркунучтуусу эшиктин оозуна келген жер болду. Jack o'rgatuvchi yordamida 4000 metr balandlikdan sakradi. Bulutda учуп бараткандай эле болду. Эч кандай ызы-чуусуз, өзгөчө сезим. Jackni do'stlari bergan va'dalarga muvofiq uni pastda kutishdi. Көпчүлүк 92 жаштагы карыяны көрүүгө келишти. Ал жерге түшкөнчө коркуп гана туруп бердим. Biroq Jack Stephen inson yoshi bu shunchaki sonlar ekanini isbotladi. Элдер мындай кызыктуу нерселер менен көбүрөөк алектенип, өмүрдүн ырахатын сезип жашоо маанилүү. Бул өзүңдү жаш сезгендей сездирет. Эң башкысы коркпош керек.